Assalomu alaykum kimyogarlar. Demak, 10-sinfdan 19-mavzuga keldik. Darslar davom etyapti. Xo'p, uglevodorodlarning tabiiy manbalari, tabiiy gaz va toshko'mir haqida gaplashamiz. Bundan oldingi 18-mavzuda asosan neft haqida o'rgangandik. Demak, xo'p, tabiiy gaz tarkibida ko'proq molekulyar massasi kichik bo'lgan uglevodorodlar bo'ladi. Xo'p, taxminiy hajm jihatdan tarkibi quyidagicha. Demak, 98-80% metan eng ko'pi bo'ladi va 2-20% uni eng yaqin gomologlari. Xo'p, etan, propan, butan va ozroq miqdorda aralashmalar, vodorod sulfid, azot, nodir gazlar, uglerod peroksidi, suv bo'ladi. Demak, tushunadigan bo'lsak, bilamiz tabiiy gazsimon mahsulotlarda uglerodlar soni odatda kam bo'ladi. Uglerod 5 tagacha bo'ladi ko'pchilikda. Endi shularning ichidan ham tabiiy gazda metan eng ko'p bo'ladigani 80-98%, ba'zi manbalar 99% gacha ham deyiladi. 10-sinf bo'yicha demak 80-98% ni olamiz. Xo'p, 2-20% bo'lsa, ya'ni qolgan qismi uning eng yaqin gomologlari. Metanda eng yaqin gomologlar mana etan, propan, butan ko'ryapsizlar. Butangacha gaz o'zi alkallar. Endi undan tashqari aralashmalar ham bo'lishi mumkin ekan. Doim uglevodoroddan iborat emas. Vodorod sulfid bo'lishi mumkin, azot bo'lishi mumkin, nodir gazlar bo'lishi mumkin, uglerod peroksidi, suv buklari bo'lishi mumkin. Bilsanglar, bu narsalar havoda ham ba'zan uchrab turadi. 7-sinfda o'rganganmiz. Demak, mana tabiiy gazda ham uchrashi mumkin ekan. Davom etamiz. Odatda neft tarkibida erigan holda uni qazib olishda ajralib chiqadigan yo'ldosh gazlar ham tabiiy gaz jumlasiga kiradi. Yo'ldosh gazlar tarkibida metan kamroq, lekin etan, propan, butan yoki yuqori uglevodorodlar ko'proq. Demak, yo'ldosh gaz bilan tabiiy gaz bir-biriga teskari proporsional. Tabiiy gazda metan ko'p, sheriklari kam. Endi yo'ldosh gazda bo'lsa, buni naborot, ya'ni aksincha. Metan kamroq, lekin etan, propan, butanlar esa ko'proq bo'ladi ekan. Bundan tashqari uning tarkibida neft yonlariga aloqador bo'lmagan tabiiy gazlar kabi qo'shimchalar, vodorod sulfid, azot, nodir gaz, suv bilan karbonat ham bo'ladi. Bu tomoni bir xil. Xo'p, neftning yo'ldosh gazlari tabiatda neftdan yuqorida yoki bosim ostida unda erigan bo'ladi. O'tgan darsda tushuntirdim, neft yuqori qismida bo'lishi mumkin yoki neft ichida erigan holda ham bo'lishi mumkin. Qarang, bosim ostida. Ya'ni o'sha bitta neft havzasi deydi, chuqurlikda neft to'la, lekin uni qazib olishdi, bosim ostida gaz ham chiqishni boshlagan, yuqorisida emas, o'sha bunaqani ichida. Xuddi qanday tushuntirsam bo'ladi buni sizlarga? Gazli ichimlik bunday qarasanglar, xuddi ichida gazi borligi ko'rinmaydi, to'g'rimi? Bitta ochadigan bo'lsalar, haligi ichidan gaz shunaqa qaynab chiqishni boshlaydi. Neft ham shunaqa holatda bo'lishi mumkin deyapti bu joyda. Bosim ostida ichida yo'ldosh gaz erigan bo'lishi mumkin. Endi yo'ldosh gazlardan, shuningdek neftni krackinglashda olinadigan gazlardan past temperatura haydash yo'li bilan alohida uglevodorodlar, gazdan polimer materiallar, polietilen, polivinil xloridlar olish mumkin. Polietilen va polivinil xlorid. Polietilen formulasi shu etilenda mana bunaqa polimerlangan shakl. SH2 SH2 dan mana bunday eni qo'yib qo'yamiz. Polivinil xlorid bo'lsa, xuddi shunga o'xshab ketadi. SH2 SH xlori bor pastda. Bir xil deyarli, bir-biriga o'xshash polimerlar demoqchiman. Etilendan bitta vodorod xlorga almashtirib qo'ysangiz, polivinil xlorid hosil bo'ladi. Xo'p, propan va butandan degidrogenlash yo'li bilan to'yilmagan uglevodorodlar, propilen, butilen, butadiyen olinadi. So'nglardan kauchuk va plastmassalar sintez qilinadi. Endi muhim qism. Gazli benzin. Xo'p, pentan, geksan, boshqa uglevodorodlar aralashmasi nima uchun ishlatiladi desa, dvigatelni ishga tushirishni osonlashtirish uchun benzinga qo'shiladi. Keyingisi. Xo'p, propan, butan. Propan va butandan iborat aralashma. Demak, nomi bilan bir xil. Suyultirilgan gaz holda yonilg'i sifatida ishlatiladi. Xo'p, agarda kimda-kim shu suyultirilgan gaz ballondan foydalansa, o'sha mana shu propan butan aralashmasi u. Endi quruq gaz. Tarkib jihatdan tabiiy gazga o'xshash, asetilen, vodorod va boshqa moddalar olishda
hamda yonilg'i sifatida ishlatiladi. Tabiiy gaz eng yaxshi yoqilg'i, to'liq yonadi. Juda katta issiqlik beradi. Bu jihatdan boshqa yonilg'ilardan farqlidir. Rostdan shunaqa yengil lekin ko'p energiya beradigan moddalardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda tabiiy gaz kimyo sanoatida turli xil sintetik va organik birikma olishda asosiy xomashyo bo'lib qolmoqda. Metanni 1500 gacha qizdirish yo'li bilan astilen bilan vodorod olinadi. Mana reaksiyasi. Kimyoda eng ko'p keladigan reaksiyalardan bittasi. Endi elektrokimyo kombinatlarida astilendan sirkaldegid, benzol, sirka kislota, etil spirti, kauchuk va boshqa moddalar olish mumkin. Asetilendan. Qaranglar mana sirkaldegid 1, benzol 2, sirka kislota 3, etil spirt 4 va kauchuk 5 ta narsa olish mumkin sirkaldegiddan. Har xil reaksiyalar qilib. Hop, sirkaldegid. Astilendan deganim uzr, astilendan demoqchi edim. Vodoroddanchi. Vodoroddan nimalar olsa bo'lar ekan? Amiyak, nitrat kislota, kaliy, natriy ammoniyli selitralar. Asosan o'g'it sifatida ketadi bu turma. Endi metanni xo'p suv bugi bilan yuqori haroratda katalizator ishtirokida qizdirib, is gazi vodoroddan olinadi. Bu aralashma sintez gaz deyiladi. Mana bu sintez gaz. Bunda asosan metil spirt olishda foydalaniladi. Metil spirt. Ya'ni SH3OH olishda ishlatiladi ko'proq. Tabiiy gazni qayta ishlashda eng ko'p usullar ishlab chiqilgan. Qayta ishlashda asosiy maqsad to'yingan uglevodorodlarni to'yinmagan uglevodorodlarga aylantirish. Deklaman. To'yingan uglevodorodlarni to'yinmagan uglevodorodlarga aylantirish. Mana issiqlik qilib qo'yaman, tushunarli bo'ladi. So'ngra to'yinmagan uglevodorodlardan sintetik polimerlar, kauchuk plastmassalar olinadi. Nega degan narsani tushuntirib ketaman. To'yingandan olsa bo'lmaydi. Bilasizlar, to'yingan uglevodorodlar reaksiyaga kirishmaydi, polimerlanmaydi. Juda ham inert modda hisoblanadi. Ularni to'yinmaganga aylantirsa, har xil moddalarni sintez qilish oson bo'ladi. Polimerlanmaydi to'yingan uglevodorodlar. Bundan tashqari uglevodorodlarni oksidlash yo'li bilan organik kislotalar, oksidlash yo'li bilan organik kislotalar, spirtlar olish mumkin. Masalan, butanni oksidlab 2 mol sirka kislota olsa bo'ladi. Bu kollej kitobda berilgan. Endi keyingisi, xo'p, tosh ko'mir. Ko'mir deganni o'rganamiz endi. Xo'p, yoqilg'i sifatida ishlatilishidan tashqari, undan metallurgiya sanoati rudada temirni suyuqlantirib olishda ko'p miqdorda kerak bo'ladigan koks ham tayyorlanadi. Tosh ko'mir maxsus koks pechlarda havosiz sharoitda qizdirib, quruq haydalanadi, kokslanadi. Bunda uchuvchan moddalar uglerod va kul aralashmasidan iborat kovak birlashma substansiya hosil bo'ladi, koks. Hosil bo'lgan aralashma sovitilganda undan tosh ko'mir smolasi, amiyak suvi, koks gazi deb ataluvchi gazsimon mahsulotlar olinadi. Tosh ko'mirni quruq haydash yo'li bilan smola olinadi. Tosh ko'mir smolasi tarkibida aromatik va gidrosiklik birikmalar bo'ladi. Undan tashqari aromatik birikmalarda qayga keldik? Bir-biridan harorati bilan farq qilinadi. Aytib Undagi organik birikmalar fraksiyaga bo'lib ajratiladi. Bu fraksiyalar bir-biridan harorati bilan farq qiladi. Xo'p, bu fraksiyalar quyidagicha. Birinchisi yengil moy fraksiyasi, ikkinchisi fenol fraksiyasi, uchinchisi naftalin fraksiyasi, to'rtinchisi yutib olish fraksiyasi, beshinchisi antratsen fraksiyasi, oltinchisi tosh ko'mir fraksiyasi. Qarlar sizlarga zo'r narsani aytib ketaman. O'zim abituriyent paytimda repetitorda o'qib yurardim. Chekada kitob o'qib yurganimda katta gruppadagi bitta aka, Shohrux aka edi ismi. Ular yaxshi o'quvchilar bo'lishgan, o'rtoqlari bilan, ya'ni oshnalari bilan tashqariga chiqib ketayotganda hazillashib turishib, men kitob o'qib o'tirgandim, olimpiadaga tayyorlanib adashmasam. Shunda o'sha Shohrux aka savol berdi. Abbos dedi, sizga savol dedi. Ular o'rganib o'qiyotgan ekanda. Tosh ko'mir fraksiyasining, tosh ko'mir smolasining 5-fraksiyasining nomi nima dedi. Prosta endi hazil qilib, kayfiyat ko'tarish uchun aytib ketgandi. O'sha paytda men organikani bir qator o'qib chiqqanman. Miyamga bitta narsa keldi, antratsen moyi degan. Ya'ni kollej kitobida shunday yozilgan, antratsen moyi. Antratsen moyi desam, "Vo, молодец" deb hayron bo'lib keldim, men ularga 5 oling deb kulishib ketgan. Nima demoqchiman? U
Aka hazillashib aytganda, ya'ni bilmasa kerak degan ma'noda, lekin men u mavzularni o'qiganman. 9-sinf hali organik o'tmagan bo'lsak ham, olimpiada tayyorlanib, o'zim mustaqil o'qib yurganman. Shunda menda judayam zo'r o'zimga motivatsiyam oshgan. Nega? Shu savolni bildim birinchidan, ikkinchidan javob berishga ikkilanmadim. Bilasizlar, hayotda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Haligi javob berishni xohlaymiz, lekin to'g'ri bo'lmasa-chi, indamay ko'ray deb o'tkazib yuboramiz, keyin bilsak bu to'g'ri bo'lib chiqadi. Attang, bilardim ekan, aytsam bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Men hayotimda shu narsani umuman esdan chiqarmayman. Haligi qanaqadir men o'zim uchun bir esda qolarli vaziyat bo'lgan. O'sha paytda ayta olganim meni doimalik xursand qilib keladi. Birorta bir eslab kulib qo'yaman. Ya'ni hayotda qanaqadir vaziyat bo'lsa, nimadir deyishga o'ylanmaylar, xato qilishga cho'chinmaylar. Hamma xato qilishi mumkin. Lekin eng yomoni o'sha bilib turib ayta olmay qolib kelsa, ichinglarda yomonligi alam qiladi. Aytmoqchi bo'lganim, qanaqadir ma'lumotni bilsanglar, taxminan bo'lsa ham aytsanglar, bu sizlarga foyda bo'lishi mumkin. Keyingisiga kelyapmiz. Ammiak suvi. Ammiak, ammoniy xlorid, ammoniy karbonatdan iborat. Demak, buni tarkibida 3 ta narsa bo'lishi mumkin. Ammiak, ammoniy xlorid va ammoniy karbonatdan iborat suvli aralashma. Bundan azotli o'g'itlar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Keyingisi, uchinchisi, koks gazi. Tarkibida benzol, toluvol, ksilol, fenol, ammiak va dirosulfit boshqa moddalar bor. Koks gazda ammiak va dirosulfit alohida ajratilgandan so'ng, benzol va boshqa qimmatbaho moddalar qoladi. Demak, uglevodorodlarni sizlar bilan tugatdik. Xursand bo'lsanglar bo'ladi. Mana bu savollarni o'zingizlar ishlab chiqasizlar. Keyingi mavzularda, xudo xolasa, kislorod organik birikmalariga o'tamiz.